Xayrli kun bizni obunachilarimiz. Keling siz bilan bugun stentlash amaliyoti haqida so'zlashsak. Stentlash hozirgi kunda ko'plarni xavotirga soladigan, ko'plarga tanish bo'lgan mavzulardan biri bo'lib, bu asosan yurak qon tomirlarini kengaytirishga qaratilgan va ularni qon oqimida tiklashga qaratilgan amaliyotlardan biridir. Xo'sh, bu nima va nimaga kerak? Stentlash amaliyoti yurak qon tomirlarini 70 va undan yuqori bo'lgan toraymalarda bajariladi va ularning asosiy maqsadi birinchisi hayot sifatini yaxshilash, ya'niki inson bundan avval qila olmagan fizik zo'riqishlarni qila olishga imkon berishi. Ortiqcha dorilardan xalos bo'lishi, ya'niki yurak qon tomirlarini kengaytiruvchi, yurakka yengil bo'luvchi dorilardan xalos bo'lish. Bundan tashqari eng muhimi hayotga xavf soluvchi miokard infarktlardan xalos bo'ladi. Bu amaliyotning eng ustuvor belgilari, ya'ni kesmalarsiz, qon ketishlarsiz va og'riqlarsiz bo'lishi. Shu qon tomiri orqali bekilib qolgan tomirlarni stentlash amaliyoti bilan tomir butunligini tiklashdan iborat bo'ladi. Stentlash amaliyoti bo'yicha qo'shimcha savollarni izohlarda yozib qoldiring va ushbu ma'lumotlarni stentlash amaliyotidan qo'rqib yurgan yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Albatta bizga obuna bo'lishni unutmang.